Boy bo'lsa o'ziga, qizim yashamaydi bu yerda. Olib ketaver. Alab yo'qqa boqqan qizimdi. Mersi ham boshida qolsin. Qanaqa mers? Ana, erimniki-ku. Tugana. Biz hazillashuvdik, aylanib ketdik. O'tirishingizni qarang, Nusran davomiga o'xshab. Qabul qilmayman. Seni qizingni deb men o'g'lim alkash bo'lib qoldi. O'g'ling alkash? Mers mashinasi boshidan qolsin, yur bu yoqqa. Alkash bilan yashaydigan qizim yo'q. Voy, 20 minutdan beri yuribmiz, namuncha hovlilar tugamaydi. 15 gektarda. Qancha? 15 gektar. Aynan Xudo, qizimni o'g'lingizga rahmi keldi. Alkash bo'lsa ham yashayman deyapti. Unaqa demadim. O'chir. Lekin aytib qo'y, o'g'lim hozir nogiron bo'lib qolgan. Quyosh qilar jiz. Sal qolsa nogiron bolasi bilan seni yashattirardimi? Ko'zlarimni shira bosdi bolam. Mana nima? Ha, bu Brokoku zamonaviy va mazali qandolat brendi tarkibi ham